Salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimiz mebellarni chotki qilib joyiga o'rnatib oldik. Umuman boshqacha mebelimiz tushdi. Sababi bu tarafimiz отдельный, bu tarafimiz отдельный. O'rtada vaqt tashqariga chiqib ketish uchun eshigiga qo'ygan ekan. Shunga moslab, dizaynini ham shu yerga moslab chiroq qilib chiqarib berdik, xudo xolasa. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmani bitta-bitta bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yinglar. Sababi har bitta qo'yayotgan videolarimiz sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Hozirgi turgan joyimiz haqida, qaysi qishloq, qaysi viloyat, qaysi tuman aytib o'tadi xonadon egasi. Plus mebel to'g'risida o'zini ma'lumotini, qanaqa chiqdi, mebelni vaqtida kachishvasi to'liq ma'lumotni xonadon egasidan eshitib olamiz. Keyin har doimgidek sizlar uchun chiroyli obzorni qilib beramiz. Aka, bitta aytib bersiz obunachilar. Assalomu alaykum aziz obunachilar, vatandoshlar, yurtdoshlar. Albatta biz Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasida albatta bugun xonadonimizga juda ham chiroyli bo'lgan mebellarni biz albatta YouTube platformasi orqali mana shu Zo'r Mebel kanalini kuzatib bordik va mana shu akalarimizning ishlari biz uchun ma'qul keldi va murojaat qildik telefon orqali. Bizni kelib mana shu xonadonimizni, mana shu mebel turgan xonani proyektini chizib berib va mana shu proyektga qanaqangi mebel ketishini o'zlari tavsiya qilib, bizga yoqqan mebelni mana shu yerga kelib joylashtirib, juda ham chiroyli joylashtirib berdi. Bizga bu esa ma'qul bo'ldi. Albatta juda ham chiroyli, ko'p narsalar bizga ma'qul bo'ldi. Ayniqsa nima deydi? Ovqat pishiradigan joy, gaz plitasining tepasi Bismillahirrohmanirrohim deb boshlanishi meni to'g'risi quvontirdi. Qolaversa qolgan detallarni gapirmasa ham bo'ladi. Zo'r mebel hamisha zo'rlikcha qoladi. Aka, ishlaringizga omad. Sizga katta rahmat. Do'stlar, haqiqatan ham bu ukamiz, ya'ni akasini uyida turibdi, yaqinda turibdi. Ilohim baxtga omonlar bersin. Qo'shiqchi ekan, bemalol murojaat qila olasizlar. Samarqand bo'yicha haqiqatan Toshkentlarda ham, akademik liseyalarda ham, sanatoriyalarda ham bitirib kelgan ekan. Xizmat bo'lsa, bu yoqqa murojaat qila olasizlar. Nimaga gapgacha ekan desanglar, o'zi artistlashi san'atni ichida yurgan odam ekanda. Nomeringizni aytib ketaylik. Reklama qilsa 21 mingta obunachi. Rahmat. Albatta 99 kodi bilan 063 59 53 raqam. Butun respublika miqyosida xizmatimiz bo'laveradi. Akamizni xizmati uchun akam nomeringizni bitta ayting aka o'zingiz. 88 339 91 01. Mebelni zo'r kerak bo'lsa, albatta mana shu akamga murojaat qila olasizlar. Zo'r mebel haqiqatan ham zo'r. To'ylarni zo'r o'tmoqchi bo'lsa, ana bu yoqqa murojaat qila olasiz. Mikrofonni olib qolaman. Katta rahmat aka, chiqdingiz bo'ladi. Katta rahmat. Do'stlar, haqiqatan ikki safardan beri mebel o'rnatyapmiz. Uyda egalari shu maqtashni ham yorib olishyapti. Haqiqatan misol uchun mebellarimizni qo'yganmiz. Mana bu joyda charchoqda eng chiqadigan joy mana shu joyda. Mebel ustanovka qilib bo'lganimizdan keyin 4 ta 5 ta odam qarab o'tiradi, xonadon egalari, qo'shnilari chiqishadi, qarindosh urug'i bo'ladi. Video vizitdan uzoqdan turib zakaz berganlar ko'rib turishadi. Ana shu joyda eng mana bu zavqli joyi bu narsamiz. Asfaltga pulimizni olib chiqib ketish emas. Eng zavqli joyi mana shu joyda egasi xursand bo'lib, rozi rizochilik bilan uyga topgan tutganingizga baraka bersin, rozimiz degan gapi haqiqatan ana shu bizni kayfiyatimizga yana ham kayfiyat qo'shadi, ishimizga yana ham unum beradi. Mana shu narsa kerak. Xudo xolasa sizlarning ham ishinglarni chiroyli qilib o'tkazib berish nasib qilsin. Mana shunday mebellarni havas qilib turganlarga ham nasib qilsin ilohim. Xo'p, ko'rib turgan mebellar o'rta mana bu joyimizda televizor bo'lganda hozir ko'rsatib berardi. Umuman boshqacha narsa qilganmiz. Televizorimiz bo'lganda bu yerga qo'yganimizda mana bu joyga 3 ta 6 ta tabiiy gullardan bunday dekorativniy bir haligi xrustallardan qo'yib qo'ysangiz, yana ham ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi. Misol uchun oshxonaga televizor qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Sababi bu yerga qo'yapsizlar televizorni, misol pazandali narsalarni misol uchun o'sha YouTubedan boshqa qilib qo'yib bu yerda bemalol o'sha xohlagan narsangizni bu yerda o'zida bajarsangiz bo'ladi. Bu yaxshi tarafi. Yana yaxshi tarafi, charchagan vaqtiga bir chiroyli muzikalar qo'yib olib, ovqat pishirsa, mana shu joyda ishlasa juda ham yaxshi kayfiyat bo'ladi. Shuning uchun mana bu katta qism tushadigan taraflarga imkon boricha televizor qismlarini joylab ketyapmiz. Bu narsa yangilik qilganmiz. Ancha oldin bitta akamiz so'ragandi, yasaganmiz. Undan keyin yana darsni davom etdi. Mana shu yo 7 yo 8-chisi televizorda kuxnyani ichiga o'rnatib berishimiz. Atrofda YouTube'da misol uchun ko'rmagandirsizlar, lekin bizda ko'rib turibsizlar.
Bu nima uchun ochiq qilib qo'ygan degan savolga javob berib ketyapmiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek ikki chekkasiga o'rnab qilganmiz. Epilus rakvinamizni mana shu territoriyaga qo'yganmiz. Chunki joyini tashlab o'tib ketgan ekan. Rakvinada posudalarini yuvib turib, bu yoqqa qo'ygandan keyin bemalol sushilkada bu yerga taklab qo'yib qo'yishi mumkin. Mana shu joyga sushilkasini qo'yib berganmiz. Bu yerga bo'lsa xolodilnik qismiga korobka qilib berganmiz. Bu tarafimizga bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, stralka mashinkasini ham joylab o'tib ketganmiz. Buni ham olib qo'yishgan ekan. Joylarini chiroq qilib tashlab, joylab berdik. Mana bu joyini bo'lsa 45 santimetrga qilib burib qo'ydik. Sababi to'g'ri qo'yganimizda uncha chiqmardi. Shuning uchun bu yerini ham mana shu kir mashinadan narsalarni solish uchun chiroqqa burchak qilib qo'ydik, xudo xolasa. Ko'rib turganinglardek, bo'y pastroq bo'lsa ham, uyda bo'y past, shu pastroq bo'lsa ham 3 xona qilib berdik. Sababi xohlasa bittasini olib turib shu katta holatiga ishlatsa bo'laveradi. Past taraflarini polni mokriy, tepa taraflarini oq jemchugda qilib berdik. Ichki korpusini bo'lsa Rossiyaning Tomsk laminatidan yasab berdik. Akril material fasadiga ishlatib berdik. Mokriy svetda polni hamma joyini chiqarib berdik. Vishilka ilinadigan ham naborlarni qo'yib berdik. Xudo xolasa PVH plasimizni yana joylab berdik. PVH plasga o'tganmiz, kafeldan umuman voz kechganmiz. Hozir mana shu burchaklar to mana shu joyimizgacha biron joyda stik tushmagan. 280 sm joygacha stik tushmaydi bu narsamizni. Uni yaxshi tarafi o'sha choklariga kir, yog' to'planib qolmaydi. Bu ikkinchi yaxshi tarafi akrilga o'xshab yaltirab, bleski juda ham kuchli, chiroyli turadi. Smithsiterimizni ham qo'yib berganmiz. Smithsiter palaman Smithsiter mana ko'rib turibsizlar, jo'mragi pastga tushadi. Rakvinamiz metalini o'zi mokriy svetdagi nijeveyka emas, metalikali rakvinani qo'yib berganmiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek musor paqilarini qo'yib berganmiz. Musor paqili har bitta xonadonga, har bitta rakvinani past tarafiga kerak bo'ladigan narsa, sababi musor tushgan vaqtda shunga solib bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerimizga duxovkani o'rnini tashlab o'tib ketganmiz. Bu qismimizga keladigan bo'lsa, pichoq yopishtiriladigan magnit, pichoq naborlarini qo'yib berganmiz. Gaz plitani ustiga, yoniga mana ko'rib turganinglardek kalonni oynamizni ham qo'yib berganmiz. Zo'r mebel logotipida turibdi. Sizlarga esdalik bu narsamiz. Go'sht maydalar savdo to'g'rasiz ham shundan foydalanasiz. Issiq narsani, gaz plitani issiq narsadan olib, bunga qo'yib foydalanasiz. Mana shunday holatiga. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, kalonni oynamizni ham qo'yib berganmiz. Kalonni oynamiz ham Bismillahirrohmanirrohim. Arab tilida, Bismillahirrohmanirrohim bu yoqdan qo'yiladi. Bismillahirrohmanirrohim bu arab tilida, Bismillahirrohmanirrohim. O'zimizni lotin tilida yozib berganmiz. Bu narsa juda ham kerak narsa. Ukamiz aytib o'tib ketgandek, ovqat qilishdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deb aytib qilinsa, rizqiga shayton qo'shilmaydi deydi. Vitichka gaz plitalarini o'zi olib qo'ygan ekan. Gaz plitani qaranglar, neobishniy. Bunaqa rangini endi ko'ryapman. Mokriy svet ekan. Mana shu akrilimiz va bir xil ko'piya ekan sveti. O'zi olib qo'ygan ekan ancha oldin. Meni hozir gaz plitamiz pastroq turibdi, sababi gaz plita standartdan ko'ra sal pastroq ekan. Endi hozir oyog'iga paddom yasab turib beradigan bo'lyapmiz. Tagiga birinchi paddonni, keyin gaz plitani qo'ysa, mana shu stolimizdan ko'tarilib qoladi. Keyin yaxshi xizmatini qilib beradi, xudo xolasa. Bu yog'imizni ham plastik qilib berganmiz. Xonasini bu yerlarda ham ko'rib turganlardek, uchtadan kamerasini qo'yib berganmiz. Tugallanish joyiga, kanechkasiga shkafdan qilib berganmiz. Xohlasa gaz ballonini solib foydalansin. Xohlasa bu yerlariga mana dasturxon sochib o'sha katta mantiq qozon, kastrulka shu narsalarni solib foydalansa ham bo'ladi, xudo xolasa. Patologlarni ko'ryapsizlar, zazorlar qolgizmasdan chiroyli aylantirib o'tkazib beradi, xudo xolasa. Mebel shaxsan o'zimga juda yoqdi. Sababi juda ham chiroyli chiqdi. Yo'g'ri borib shunday maketini olib kelganda, planshetdagi maketini ham ko'rsatib beramiz. Hozir ukamiz aytib o'tdi, mashina ochib skanal qilib. Qaranglar do'stlar. Mana shu joyga sizlarga zakaz olishda anaqasini aytib beraman. Kuxniy naborimizda bitovoy texnika qo'shimcha ma'lumot sizlarga. Bitovoy texnika kirmaydi. Qolgan mana shu ko'rib turgan hozirgi bonus qilib berdik degan narsalarning hammasi kiradi. Gaz plita, dimoxod, xolodilnik, mana bu stiralka, kir mashina, duxovka, mikrolovka. Mana 6 ta bitovoy texnikani sanab o'tdim. Bitovoy texnikaga kiradi. Bu narsalarni biz mebelni ichida metr pulini aytganimizda shu narsalarni qo'shimcha bor deb o'ylab olmanglar. Lekin agar sizlarga gaz plita kerak bo'ladimi, dimoxod kerakmi, xolodilnikmi, stiralkami, duxovkami, mikrolovkami, qanaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zingizlarning territoriyalarda nechta pul bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana shu gaz plita eng full navoroti sizlarda 3 million 700 ming, 3 million 800 ming so'm bo'lsa, 3 million 400 ming so'mga olib beramiz. Dimoxod 1 million 300 ming, 1,5 million so'mga misol uchun sensorlik
2 motor 3 obrotli eng fullini olaman deydigan bo'lsanglar 1,5 million, 1 million 300 atrofida 900 ming so'mga olib kelib beryapmiz. Duxovka 1 million 100 ming so'm. Kir mashina kilosiga qarab bu narsa endi tanlaydigan narsa. Xolodilnik ham xuddi shunday. Воздушный havo bilan sovutadigan. Shuning uchun qo'shimcha ma'lumot aytib o'tyapman. Qaysi xonadonga borsak ham, avvalambor birinchi o'rinda mana shu planshetimizda joyini razmerini o'lchaymiz, kirdi-chiqdi joylarini ko'ramiz. Issiq suv, sovuq suv montajlari to'g'ri tushganmi, yo'l joylari to'g'ri tushganmi, ular ko'riladi. Keyin hamma narsa ko'rilib, bir to'xtamga kelganimizdan keyin sizlarga keyin mana bunday qilib maketini yasab beramiz. Hozir mana shu uyda agar maketini o'chirmagan bo'lsam, o'chirmayman. Qaranglar do'stlar. Mana shu zakazlarimiz hammasi mana olingan zakazlar. Majid aka loyish mana hammasi turibdi. Eldor aka juma buni qo'ydik mana barniy stoyka. Mana o'sha videosini ko'rgandirsizlar. Mana barniy stoykani mana shunday holatiga mana ugologi bu yerda edi. Bularni o'rnatdik. Mana shu uchun mashinada nechta mana maket bo'ladigan bo'lsa, hammasi zakazlarimiz, olgan zakazlarimiz. Allohga behisob shukr. Zakazlarimiz yaxshi bo'lyapti. Klientlar juda ko'p telefon qilyapti. Mana ko'rib turganinglardek, eshik kiroricha xonadon egasi turibdi bu yerda. Olib tashlab turib, xolodilnik bu chetimizda turibdi. Mebelga qaratib qo'ying bitta. Mana shu holatda mana ko'rib tursanglar, hamma narsasini joy-joyiga qo'yganmiz. Mebel qanday turgan bo'lsa mana ko'rib turganinglardek bu narsa ham mana shunday turibdi mana. Tezlor joylari mana. Mana shunday qilib mana rakvina joylari. Har bitta xonadonga kelib turib mana shunday maketlarni yasab ko'rsatib, mana bu tarafimiz gaz plitani bitta ko'rsatib qo'yasizmi. Gaz plita tarafimiz. Mana shunday maketlarni yasab mana ko'rib turibsizlar, gaz plitani joyi. Hamma narsasini konkretniy qilib, xudo xolasa chiqarib beryapmiz har bitta xonadon qo'ldan kelgancha. Ana shunday sizlardan zakaz beradigan bo'lsanglar, avvalo borishdan oldin narxini daryo qilamiz telefonda. Misol uchun joyning razmeri necha? Mana shu joyimiz misol uchun 4 metr deylik. 4 metr joyiga polifoliy fasoliymi yo bo'lmasa 3 etajlimi pulini hisoblab aytamiz. Puli ma'qul bo'lgandan keyin sizlarga joylarga boriladi. Mana shunday maketi yasalib ko'rsatiladi. Xudo xolasa hamma ishimiz bitgandan keyin 50% zavod olamiz, qaytib kelib mebelda chiroyli yasab beramiz. Sizlarga mana shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bo'lsa halol pokiza qilib ishlarni bitiramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib Zo'n mebelda ko'rishguncha salomat bo'linglar.